boshlang'ich trader bo'ladigan bo'lsangiz, aynan bugungi video roligimizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatishingiz shart. Bu video roligimizda sizlarga Forexda va futuresda savdo qilish uchun eng zo'r strategiyani o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Strategiyamizning nomi kombinatsiya deb ataladi. Oddiy qilib aytganda bolalar, texnik instrument, switchnoy analiz va indikatorlarni birdaniga ishlatgan holda bitim ochishni o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Video rolik juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi. Davom etishdan avval albatta kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam ketdi. Bolalar, video roligimizni davom ettiramiz. Aytib o'tganimizdek, bu video roligimizda sizlarga o'zimizning savdo strategiyamizni o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Berib o'tgan savdo strategiyamiz orqali sizlar bemalol Forex, futures, aksiya va spot birjasida savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Diqqat va e'tibor bilan video roligimizni oxirigacha kuzatadigan bo'lsanglar, bugundanoq birinchi bitimingizni ocha olasiz. Noldan boshlaymiz. Otabekka strategiya bu o'zi nima va bizga nima uchun kerak deydigan bo'lsanglar, aynan strategiya orqali biz oldindan bilishimiz mumkin bo'ladi. Narx qachon ko'tarilishini yoki tushishini. Natijada arzonroq payt olib, qimmatroq payt sotib foyda olamiz. TradingView saytiga ham kirib oldik. Bu qanaqa sayt deydigan bo'lsanglar, bolalar, bu yerda biz analiz qilish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni har xil indikator instrumentlarni ishlatgan holda narx qachon ko'tarilishini yoki tushishini aniqlaymiz. Bu yerda biz kriptovalyutalar bilan savdo qilmaymiz, olib sotib. Narx ko'tarilishini oldindan biladigan bo'lsak, o'zimizning birja orqali sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Qiziq fakt, bugungi strategiyamizning nomi kombinatsiya deb ataladi. Nimaligini video roligimizning davomida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shaxsan men qanday savdo qilaman? TradingViewga kiraman. Birinchi o'rinda men bu tugmachaga bosgan holda Bitcoin grafikini tanlayman. Nimaga? Men ADAni sotib olmoqchi bo'lsam yoki boshqa kriptovalyutani sotib olmoqchi bo'lsam ham birinchi o'rinda Bitcoin grafikini analiz qilaman. Chunki Bitcoin narxi ko'tariladigan bo'lsa, qolgan 98% tokenlarning narxi ham ko'tariladi. Tushadigan bo'lsa, qolgan aktivlarning narxi ham tushadi. Boshqa tokenlarning narxi ham Bitcoin grafikiga bog'liq. Undan so'ng men bu yerda o'zimizga ma'qul bo'lgan time frame ni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Bizda 1 kunlik time frame turibdi. 1 kunlik time frame turadigan bo'lsa, men bu har bir ko'rayotgan switchingiz rovna 1 kun, ya'ni 24 soat chiziladi. Time frame 1 kunlikdan 1 soatlik o'tkazadigan bo'lsa, men bu ko'rib turgan 1 kunlik switchingiz 24 ta switchiga bo'linadi. Ya'ni bolalar, kichkina time frame o'rnatadigan bo'lsak, biz grafikni yaqinlashtirgan holda analiz qilayotgan bo'lamiz. Kattaroq time frame ni tanlaydigan bo'lsak, grafikni uzoqlashtirgan holda analiz qilayotgan bo'lamiz. Tavsiyam, uzoq muddatli savdo bilan shug'ullanadigan bo'lsanglar, ya'ni kriptovalyutani sotib olib 1-2 oy sotmaydigan bo'lsanglar, 1 kunlik time frame da grafikni analiz qilinglar. Future savdo qiladigan bo'lsanglar, 4 soatlik time frame yoki 1 soatlik time frame ni ishlatinglar, ammo undan kichkina time frame ni ishlatmanglar. Nimagaligini video roligimizning davomida tushunib olasizlar. Xo'p, ammo bolalar, men future savdo qilishdan avval deylik ADA kriptovalyutasida future savdo qilmoqchiman. Buy-ga sell-ga bitim ochgan holda. Undan avval birinchi o'rinda men Bitcoinda 1 kunlik grafikini analiz qilaman. Ya'ni Bitcoinning narxi kun davomida faqat tepaga qarab ko'tariladigan bo'lsa, tepaga qarab signal beradigan bo'lsa, Bitcoinning grafiki. Futuresda ham faqatgina tepaga qarab bitim ochishga harakat qilaman. Agar Bitcoin sell-ga qarab signal beradigan bo'lsa, Futuresda ham boshqa altcoinlarda faqatgina pastga qarab bitim ochishga harakat qilaman. Tushuntira oldim degan umiddaman. Men bu tugmachaga bosgan holda biz o'zimizga ma'qul bo'lgan grafik turini tanlashimiz mumkin. Trading olamida ikkita eng mashhur grafik turlari mavjud. Bu yapon shamlari, ko'rib turgan grafikingiz, va lineyli grafik. Ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Ammo tavsiyam faqatgina yapon shamlarini ishlatishga harakat qilinglar. Nimaga? Yapon shamlari sizlarga ham grafik vazifasini bajarib beradi, ham indikator sifatida signal beradi, buy-ga yoki sell-ga. Qaranglar bolalar. Yapon shamlari 3 ta elementdan iborat. Tanasi, switchning tanasi bo'ladi. Bu birinchi elementda. Tanasi bizga kim kuch ko'proqligini ko'rsatadi. Yashil bo'ladigan bo'lsa, oluvchilarning kuchi ko'proq, narx tepaga qarab ko'tariladi. Qizil bo'ladigan bo'lsa, sotuvchilarning kuchi ko'proq, narx pastga qarab tushadi. Ikkinchi elementda pastki soyasi, uchinchi elementda tepadagi soyasi. Tanasi kim kuch ko'proqligini ko'rsatadigan bo'lsa, pastdagi soyasi bilan tepadagi soyasi qachon oluvchilar yoki qachon sotuvchilar kirayotganligini ko'rsatadi. Men bu momentni eslab qolamiz. Hozir hech narsani tushunmagan bo'lsanglar, hech qisi yo'q, video roligimiz davomida tushunib olasizlar. Xo'p, bo'ldi. Bazaviy ma'lumotlarni berib o'tdim. Ana endi analizga o'tsak ham bo'ladi. Men fundamentdan boshlayman. Uyni fundamentsiz quradigan bo'lsanglar, uzoqga bormaydi-ku. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Fundament men uchun bu texnik instrumentlar. Texnik instrument bo'yicha yaxshi vaziyatni topib olishga harakat qilaman. Men bu yerda mana deylik, уровень поддержки mavjud. Ya'ni narx bir necha marta aynan men bu liniyamizga tegib, tepaga qarab ko'tarilgan. 1, 2, mana 3, 4. Undan so'ng narx men bu уровень поддержкimizni urib ketgan.
tepadan pastga. Sразу aytib o'taman bolalar. Bozorda yaxshi уровень поддержки yoki уровень сопротивления topib oladigan bo'lsanglar, bu grafik bir umr mana bu liniyalarga tegib qimiravermaydi. Qachondir grafik mana bu liniyalarni urib ketadi va urib ketishini ham sizlar oldindan aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Har bir svichani chizilishiga ahamiyat beradigan bo'lsanglar. Yokida narx mana bu urinimizga keldi. Ko'tarilishini qatdan bilishimiz mumkin deydigan bo'lsanglar, hozir sekin-sekin tushuntirishni boshlaymiz. Shoshmanglar, hammasini ko'rsatib o'rgatamiz. Tak. Mana bu instrumentni o'chirsak ham bo'ladi. Mana bu ham kerak emas bizga. Xo'p bola, demak qaranglar, mana bu yerda yaxshi уровень поддержки mavjud. Narx mana bu liniyamizga tegyapti, tepaga qarab ko'tarilyapti. Nimaga? Va qatdan biz oldindan bilishimiz mumkin. Narx tepaga qarab ko'tarilishini aynan o'sha liniyamizga grafik yaqinlashganda. Svichani chizilishiga ahamiyat beringlar. Boya aytgandim, tanasi bizga kim kuch ko'proqligini ko'rsatadigan bo'lsa, soyasi qachon oluvchilar yoki qachon sotuvchilar kirayotganligini ko'rsatadi. Bu yerda xuddi shunaqa holat. Qizil svicha chizilgan, mana bu liniyamiz urib ketgan. Urib ketishi bilan oluvchilar kirganda narxi reski tepaga qarab ko'targan. Natijada svichani tagida katta soya qolgan. Aynan o'sha soya oluvchilar kirayotganligini ko'rsatyapti. Oluvchilar kiradigan bo'lsangiz, narx tepaga qarab ko'tariladi. Natijada bu yerda bir hafta narx faqatgina tepaga qarab ko'tarilgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa holat. Grafik mana bu liniyamiz urib ketmoqchi. Oluvchilar reski tepaga qarab narx ko'targan. Svichani tagida katta soya qolgan. Aynan o'sha soya oluvchilar kelganligini bizga ko'rsatyapti yana bir marta. Natijada narx bir hafta tepaga qarab ko'tarilgan. Ya'ni уровеньlarni zo'r ishlashini o'sha svichani soyalariga qarab bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Natijada bu yerda ham уровень поддержки bizga tepaga qarab signal beryapti. Ham svichnoy analizimiz tepaga qarab signal beryapti. Ikkita strategiyani kombinatsiya qilgan holda zo'r vaziyatni topib oldik desak ham bo'ladi. Ammo faqatgina svichnoy analiz va texnik instrumentlarga ishonib qolmanglar. Qo'shimcha indikatorni ham o'rnatinglar. 98% indikatorlar ish bermaydi. Yaxshi indikatorlar ham bor. Sizlarga ba'zi birlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bola video roligimizni qolganini aynan shunaqa formatda davom ettiramiz. Mana bunaqa formatda davom ettiradigan bo'lsak, qabul qilishinglar ancha osonroq bo'ladi degan umiddamiz. Aytib o'tganimizdek, bugungi strategiyamizning nomi kombinatsiya deb ataladi. Va hozirda sizlarga texnik instrument, svichnoy analiz va indikatorlarni kombinatsiya qilgan holda narxi qachon ko'tarilishini yoki tushishini oldindan aniqlashni o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Boshladik. Bola video roligimizni davom ettiramiz. Ko'rib turganingizdek, bu уровень поддержки liniyamizni o'tgan video roligimizda chizib sizlarga ko'rsatgandim. Undan so'ng ba'zi bir ishlarim chiqib qoldi. Shuning uchun video rolikka bir haftadan so'ng qaytyapman. Ya'ni biz nimani ko'rishimiz mumkin? Oldin juda ham kuchli уровень поддержки liniyasi mavjud edi. Narx bir necha marta aynan o'sha liniyamizga tegib ko'tarilgan. Undan so'ng o'sha liniyamizni narx пробой qilgan. O'tgan video roligimda ham aytdim. Любой уровень поддержки, уровень сопротивления, ama trendmi farqi yo'q. Grafik qachondir emas, qachon o'sha liniyangizni urib ketadi, ya'ni пробой qiladi. O'sha пробойni ham oldindan aniqlashingiz mumkin degandim. Qanaqa qilib? Qaranglar. Bu yerda zo'r уровень поддержкimiz ishlab bergan. Nimaga? Narx aynan o'sha liniyamizga yaqinlashganda svichani tagida katta soyalar chizilgan. Aynan o'sha soyalar bizga oluvchilar kirayotganligini bildirayotgan bo'ladi. Undan so'ng bu yerda impuls bilan katta svichalar chizilgan va tagida soyalar yo'q. Bu yerda oddiy qilib aytganda oluvchilar yo'q, faqatgina sotuvchilar mavjud va narxi pastga qarab пробой qilgan. Oldingi уровень поддержки, уровень сопротивлениyaga aylangan, ammo hozirgi holatda biz nimani ko'rishimiz mumkin? Hozirgi holatda narx koridorda desak ham bo'ladi. Ya'ni pastdagi liniyamizga tegyapti, tepadagi liniyaga ko'tarilyapti. Pastdagi liniyamizga tegyapti, tepadagi liniyamizga ko'tarilyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa holat. Narx tepadagi liniyamizga o'sha yaqinlashgan. Ammo faqatgina shu koridorga ishongan holda biz bitimni ochmaymiz-ku. Shuning uchun strategiyamizni kombinatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz birinchi o'rinda, bolalar, birinchi o'rinda процент B polisi Bollinger indikatorini o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Bu indikator bizga qanaqa ko'rsatkichlarni ko'rsatib beradi? Ko'rishingiz mumkin. Pastda bizda yashil liniyasi mavjud, tepada qizil liniyasi mavjud. Oddiy qilib tushuntiraman. Narx pastdagi yashil liniyamizni urib ketadigan bo'lsa, biza tepaga qarab bitim ochishimiz kerak bo'ladi. Tepadagi qizil liniyamizni urib ketadigan bo'lsa, biza pastga qarab bitim ochishimiz kerak bo'ladi. Natijada bu yerda biz nimani ko'ryapmiz? Narx koridori ichida tepadagi уровень сопротивления liniyamizga narx уже yaqinlashib kelgan. Undan tashqari процент B polisi Bollinger indikatori ham sellga qarab signal beryapti. Ammo bolalar, bitta indikatorga ishonib qolishinglarni maslahat bermayman. O'shaning uchun bu indikatorni akasini ham o'rnatsanglar bo'ladi. Akasini nomi oddiy qilib aytganda polisi Bollinger deb nomlanadi. Tushuntira oldimmi? Bu B% polisi Bollinger, bu esa prosta polisi Bollinger. Qaranglar.
indikatorimizni ishlashini oddiy tilda tushuntirib o'taman. Narx pastdagi yashil liniyamizga tegadigan bo'lsa, biz buyga qarab сделканы ochamiz, ya'ni tepaga qarab. Tepadagi qizil liniyamizga tegadigan bo'lsa, pastga qarab bitimimizni ochamiz. Ammo bolalar, o'tgan video roligimda ham aytgandim. Bitta dona indikatoriga qarab bitiminglarni ochmanglar deb. Indikator sizlarni aldashligi mumkin, ammo strategiyalar bilan birga indikatorni kombinatsiya qilib ishlatadigan bo'lsanglar, yaxshi natijaga erishishinglar mumkin bo'ladi. Natijada bu yerda biz nimani ko'ryapmiz? Yaxshilab ahamiyat berishga harakat qilinglar. Narx tepadagi уровень сопротивлениямizga tegib turibdi. Undan tashqari, svichani tepada soyalari mavjud. Ya'ni bu yerda sotuvchilar kirayotganligini ko'rishimiz mumkin. Sotuvchilar kiradigan bo'lsa, narx pastga qarab tushib ketishi kerak. Undan tashqari bolalar, grafik Polisi Bollinger indikatorimizni tepadagi qizil liniyasiga ham tegyapti va procent B Polisi Bollinger indikatorimizga ahamiyat beringlar. Tepadagi qizil liniyamizni urib ketgan. Ya'ni hamma instrumentlar birdaniga sellga, ya'ni pastga qarab signal beryapti. Bu joyi sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bunaqa holatda sizlar oddiy qilib aytganda future savdo qiladigan bo'lsanglar, faqatgina sellga qarab pozitsiya qidirishingiz kerak bo'ladi. Srazu aytib o'taman, bolalar. Bu strategiya ko'pincha boshlang'ich treyderlar uchun qulay bo'ladi degan umiddaman. Bu sohaga endi kirgan bo'lsangiz, aynan mana bu strategiyani bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. Praktikangizni kuchaytiradigan bo'lsangiz, natijangiz ham albatta zo'r bo'ladi. Bolalar, video roligimizni aynan shu joyda bitirsak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, video roligimizda ko'rsatib o'tgan strategiyamizni ko'pincha boshlang'ich treyderlarga tavsiya beramiz. Ammo prof trader bo'ladigan bo'lsangiz ham bemalol strategiyadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. To'liq praktika qiladigan bo'lsangiz, zo'r natijalarga erishishingiz mumkin bo'ladi. Va bolalar, sohani chuqurroq o'rganish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat, onlayn tarzda ta'lim beramiz. Zoom efir, video darslar va matnli vebinarlar orqali shu sohani to'liq noldan oxirigacha o'rgatishga harakat qilamiz. Qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar bemalol darslarimizga yozilib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Sizlardan talab etiladigan narsa telefon, internet va o'ta darajada katta qiziqish. Dars davomida o'zingizda ham katta harakat bo'lish kerak. Oxirida natijaga chiqishingiz uchun murojaat uchun telefon raqam va Telegram lichkalarni opisaniyada qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Barchangizga xayr bolalar va shunga o'xshash kontentni kanalimizda ko'payishini xohlasangiz, bu video roligimiz ostida maksimal darajada reaksiyangizni qoldirishni unutmang. Hammangizga xayr bolalar, sog' bo'linglar. Charchamanglar, keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha.